Ko'rdingizmi, men adashmadim. Bu o'sha axloqsiz qiz. Shen xonim, hammasi kundek ravshan. Eringizni u bilan aloqasi bor. Bu qanday bezorilik? Uyimga nimaga bostirib kirdingiz? Nima qilmoqchisizlar o'zi? Nima deyotganingizni bilasizmi? Rostdan ham bu sizning uyingiz deb o'ylaysizmi? Eringiz sizga xiyonat qildi. U bilan gaplashish shart emas, xonim. E'lon qiling, Shen xonim sinovdan o'tolmadi. Afsuski. Uzr, lekin sinovdan o'tolmadingiz. Hozir butun mamlakat bizni tomosha qilyapti va hamma eringizni qanchalik pastkashligini ko'rdi. Bunday er bilan umuman qanday qilib dasturda qatnashishga qaror qildingiz? Siz uchun uyalib ketyapman. Dasturmi? Demak, janobjonning xotini undan yashirincha dasturda qatnashyaptimi? Lekin yuzlaringizga qaraganda, uni haqiqiy shaxsiyati hali ochilmagan. Hammasi tushunarli. Adashyapsizlar. Men bu yerda yolg'iz yashayman. Bu uyni esa ijaraga olganman. Ijaraga olgansiz? Ha. Men uy janjangga tegishliligini bilmasdim. Sizga ijara shartnomasini ko'rsatishim shart emas. Lekin sizlar bu yerda nima qilyapsiz? Nimaga jim turibsiz? Qani, nega bu yerdasiz? Haligi biz... bizni kechiring, adashdik. Biz hoziroq ketamiz. Uzr so'rayman. Unda yaxshi boring. Qani? Men bu haqda janob Jangga xabar berishim kerak.